Trilogiya janglari yaqinlashib kelmoqda. Fazliddin Karim Madrahimov va Muhiddin Mamajonov bularning 3-jangi Oktagon liga tarixida qolishi mumkin. Buning boisi bularning 3-jangini hamma 2 yildan buyon ko'rishni xohlab kelmoqda. Oktagon tarixida qoladi deganimning sababi birinchi jangida Muhiddin Mamajonovni Fazliddin Karim Madrahimov mag'lubiyatga uchratgan. Lekin oradan 2 oy o'tgach Fazliddin Karim Madrahimovni Muhiddin Mamajonov revansh jangida qiynab tashlagan. O'sha jangda durang qayd etgan. Lekin o'sha jangda Muhiddinning g'alabasini ko'pchilik ta'kidlagan. Ammo hakamlarning qarori qat'iy qolgan va Oktagon liga ularning o'rtasida 3-jangini tashkillash uchun 13-iyun kuni Humo Arenani mo'ljalga olishgan. Tojikistonlik Fazliddin Karim Madrahimov jangdan oldin Muhiddin Mamajonovga har xil gaplarni aytmoqda. Fazliddinning aytishicha, bu safar ham u Muhiddinni mag'lubiyatga uchratib, hammani oldida uni isbotlamoqchi. Fazliddinning gaplarini bir eshiting-a. Muhiddin, что там, как твои дела? Что-то в последнее время тебя не видно, не слышно. Ты на бой хоть собираешься выходить? Подай признаки жизни. Не знаю, хотя бы мяу скажи. Fazliddinning bu gaplariga Muhiddin Mamajonov ham jim qarab turmadi va u Fazliddinga itga o'xshab akillamasligini tavsiya qildi va yaxshilab mashg'ulotlarni qilishni aytib o'tdi. Fazliddin, sen ko'p itga o'xshab akillamasdan trenirovkangni qil. Sen bilan 13-iyun kuni ko'rishamiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, Oktagon kamarini xudo xolasa O'zbekistonda olib qolamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuninglar yaxshi o'tsin. Duoda bo'linglar. Do'stlar, trilogiya, ya'ni 3-jangda kimning qo'li baland keladi? Siz qaysi jangchiga muxlislik qilasiz? Hamyurtimiz Muhiddin Mamajonov yoki bo'lmasam Tojikistonlik Fazliddin Karim Madrahimov? O'z fikrlaringizni kommentariy yozib ketishni ham unutmanglar. Aytgancha, hamyurtimizning qo'li baland keladi deganlar, bitta mo'shni like-ni bosing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.